degan. Rosa qilyapman, so'zni bu yoqqa bersin. Sizlarni maqsadga ushlash bitirib o'zini yo'lini topguncha qo'shimcha daromad nima masalangiz bor? Hozir oldin ulkan kreditda mijoz edim. Keyin Milliy bankda o'zim tanlab o'tganimdan keyin o'tishimga 180 million kredit bergan. Hozir ishchi o'rinlarimni kengaytirdim, mashinka oldim, tovar oldim. Nima yordam beradi? Hozir bitiruvchi qizim bor, murojaat qilganman. Shunga 250 million kredit kerak. 60 million? 60. 250 million so'm nimaga shu asfalt ustidan sotib olishgan? Asfalt ustidan boramiz. Sabir Tolibjon. Sizlarni o'g'illarni ish bilan ta'minladik. Kengaytirdik maqsadimizni. Minnatdorchilik bildiraman. Mana o'g'limdan beryapti. Yog'ozni magazin ochib beradigan unga ham harakat. To'lovchimizmi? Bitta. Nima yordam beradi? Nima takliflaringiz bor? Adashni magazin ochmoqchimiz, magazin yordam berishyapti, yaxshi. Joy bor. Joyim oldik hozir, joy oldik. Prezidentimiz qarorlari doirasida o'zimiz bankka shu 10 million so'mdan tortib 50 million so'm, 100 million so'm, 300 million so'mgacha kreditlar. Tadbirkorlarda o'zlari mana ishlasa bo'lar ekan, faqat to'g'ri ishlaydi, halol ishlaydi. Uyimizni chekkasiga qilgan. Betkiga olib, kengaytirib.